Qayerda 3 oyda turk tilidan B2 olish mumkin ekan? Jo'na Akademiyada. Xohlagan odamda o'qisam 3 oyda B2 ola olamanmi? Yo'q, faqat meni metodimda. Sen bola mashinlikka o'xshayapsan. Ishonmasang, bor ana Jo'na Akademiya ijtimoiy tarmoqlarini ko'r. 3 oyda turk tilidan B2 daraja. Toshboy va Malika. Xo'sh, yana kim? 4 oyda B2 daraja. Abdukarimova Mehriniso. Hali 1 oyda ham oldirganman dersan. Mening ismim Sharli. 17 yoshimda turk tilidan B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Men Jo'na Akademiyada turk tilini 1 oyda Asadbek hujjatini o'rgandim. Men Jo'na Yolg'on hammasi. Men buni tagiga albatta yetaman.